Kechasi u yolg'iz edi. Lekin bu safar yolg'izlik boshqacha tuyulardi. Xonada jimlik hukmron. Faqat telefonining xira nuri yonib turardi. U zerikib kamerani ochdi. Shunchaki o'zini ko'rish uchun. Ekranda u o'zi. Orqa fon qorong'i xona. Hammasi oddiy edi. Lekin birdan kamera sekin lak qildi. U qo'lini ko'tardi. Lekin ekrandagi tasvir bir soniya kechikib harakat qildi. U qotib qoldi. Internetdan bo'lsa kerak, dedi o'ziga. Lekin kamera uchun internet kerak emas edi. U yana qo'lini silkitdi. Bu safar ekrandagi u umuman harakat qilmadi. Telefon qo'lida qotib qoldi. Nafasi tezlashdi. Ekrandagi u sekin boshini ko'tardi va to'g'ridan to'g'ri unga qaradi. Ammo bu uning harakati emas edi. U darrov kamerani yopdi. Yuragi tez ura boshladi. Bu oddiy xato, dedi. Lekin telefon yana o'zi yoqildi. Kamera yana ochildi. Bu safar u ekranga qarashga jur'at qilmadi. Lekin ko'zlari baribir tushib ketdi va ekranda u yolg'iz emas edi. Orqasida qorong'i shakl turardi. Qimirlamasdi, faqat turib qarab turardi. U darrov orqasiga o'girildi. Xona bo'sh. Hech kim yo'q. Yana telefonga qaradi. Shakl yaqinlashgan edi. Juda yaqin. Uning yelkasiga. U qotib qoldi. Nafas olish qiyinlashdi. Telefon titradi. Yangi yozuv chiqdi. Orqangga qaramagin. U sekin ko'zlarini yumdi. Lekin baribir qaradi. Orqasi bo'sh edi. Hech kim yo'q. U yengil nafas oldi. Hammasi tugadi, dedi. Lekin telefon ekranida yozuv o'zgardi. Endi kech. Va kamera tasvirida u endi yolg'iz emas edi. Shakl uning oldida turardi. Juda yaqin. Uning yuziga tikilib. Ertasi kuni xona ochildi. Hammasi joyida edi. Faqat telefon ekranida oxirgi yozuv qolgan edi. Biz seni ko'ryapmiz. Agar sen ham ba'zida kamerani ochsang, ehtiyot bo'l. Chunki ba'zida u faqat seni ko'rsatmaydi. Obuna bo'ling va like bosing, oldinda bundan ham zo'rlari bor.